Assalomu alaykum Qo'sayfa kuzatib borishilari. Mana bugungi 27 kvadratli ishimizni Andijon viloyat Sharxon tumani Xoldonbek biz. Xoldonbek qishlog'i Xoldonbek. Mana shu mahalla Xoldonbek mahallasiga chetkab kelib o'rnatib beryapmiz. Xo'p, kimga narx qiziq bo'lsa video davomida aytib ketamiz. Xo'p, razmerlariga kelsak, 2.63 ga 1.92 bitta rom, 80 ga 90 ga 1.92 bitta gulxo'y, 120 ga 2.85 bitta eshik, 90 ga 1.92 yana bitta gulxo'y, 2.67 ga 1.92 yana bitta rom. Bu romlarda hop bittadani sulujniy mexanizm bo'lgan, bittadani обычный bo'lgan. Paragonniylari bilan. Hop, ichkarida 1.25 ga 1.58 romdan ikkita, 92 ga 2.25 2.28 eshik ikkita. Mana Red Pen Plus 6000 quattro material 100% temir. Hop, zavodskiy to'pi rezinkalar, zavodskiy rezinkali profil. Hop, shublarni ko'rishingiz mumkin. Go'zal holatda. Zatseflari o'z o'rnida, to'rttadan mana to'rttadan zatsefkalar qo'yilgan. Ushashlari moshni holatda mana ushagan. Zatseflar hammasi ushagan. Choklari ham go'zal holatda. Eshikni bo'yini 2 metr ochib berdik. Nariga iloji bo'lmadi. Bala to'p ketar ekan, tashlab olmasligi uchun me'yorda qilib 2 metr ochib berdik. Hop, baytga 25 lik Rossen paragonnilarimizni qo'yib berganmiz. Taylar to'liq penalangan, bu ham uzmasdan uzganmiz, monetni ustimdan ulab berganmiz. Bilinmaydigan qilib kirishkalarni qo'yib bitta liniyada. Bunisi hop, okinnilar har doimgidek adashar okinnik. Habishni ochiladi. Ko'rishingiz mumkin. Ko'rishingiz mumkin mana 3 skorli ruchka. Hop. Mexanizm ochilishi. Oynalar do'ayni oqqa yo'di oyna. Eshiklarda to'rttadan petla. Bunisi ham xuddi shunday mexanizm. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta zatsef orqasigacha tushadi. Bunisi обычный ochiladi. Hop, original saydingizdan, original petlalar, zatsefkalar original. Bu romlar T bo'lgan, razmeri 1.25 ga 1.58 aytganimdek. Bitta 60 ga 40 ga bonus bo'lgan. Yopilishi go'zal holatda. Bular ichkarilar duaynoy aynak, eshikda qanoti gullik. Arqon gulli bo'lgan, tevasi обычный oq ayni bo'lgan, duaynoy ayni bo'lgan, bu ham originaldan biri. Ichkariga 40 lik Rossen padagonni qo'yib berganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Zatseflari joy-joyida, original saydinglar. Rezinkalar yumshoq rezinka, zavodskiy, kaltalanib ketmaydi. Burchaklari mana billa yopishib ketadi bunda. Hozir qulflanishini ko'rsatib beramiz. Hamma eshikda to'rttadan zatsef. Mana aytaydi joylashgan. O'zi tepsa ketib qoladi agar ochib turib ne itarsa mana shu bo'ladi. Agar tevaga ko'tarsangiz, hech narsa ketmaydi o'sha. Ko'rishingiz mumkin.
qulflanishlari. Mana kalit oldik, qulflandi. Bitta ochamiz, ochiladi. Hop. Narxi 20 million so'm bo'lyapti. Kvadrati 27 kvadrat bo'lyapti. Mana oshom-osholari. 27 kvadrat bo'lyapti. 27 kvadrat. Hop, kvadratiga uradigan bo'lsa, eshik rom aralash 540 ming so'mdan kvadrati tushyapti. Telefon qilib kvadratini necha pul desalaring, to'g'ri tushuninglar, kvadrati har xil pul chiqadi. Bir xilda summa chiqmaydi. Bu yerda bitta hammomga eshik. Hammomi kiyim bo'ladi. Bunisini sara plastdan qilib berganmiz. Arzonroq yo'li bo'lsin dedi. Bu ham katta eshiklardan qolishmaydi, yopilishi. Bu ham xuddi shunday yodviygulli bu. Zavodskoy rezinka mana. Yopishgan joyi. Bu ham xona profil bas, xudo xolisa. Bu tomonda romlari. Mana xuddi shunday Rossiya padagonlik original ruchka. To'liq penalangan. Narxi 20 million, kvadrati 540 mingdan. Shunaqa katta ishlarga kvadrati arzon chiqadi, sal kichikroqlarga 600 mingdan chiqadi, har xil. Bu uyda endi 540 mingdan общийda ko'rib bo'lgani uchun kvadrati shu narxga to'g'ri keldi. Kimda kim shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Faqat kvadratiga hisoblab bermaymiz. Biz rasxotiga qilamiz. Rasxotiga hisoblab pulini chiqarib beramiz. Bu uyga ham kelganmiz. Rasxotini hisoblab общий bitta narx aytganmiz. Mana hali ko'pchilik telefon qilib kvadrati qanchadan tushyapti degan uchun har xil tushadi mana. Bu uyimiz misol 540 mingdan tushgan. Qolganlarga 600 mingdan tushgani ham bor, 500 mingdan tushib qolgani ham bor. Har xil. Ko'rishinglar mumkin. Quvasoy akfada qolinglar, Quvasoy akfa doimo xizmatingizda. Vodiy bo'ylab va Toshkent shaharlar bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.